Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Ramazoninglar muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Xonadoninglar tinchmi? Chorsi gullari kanalida sizlarni Mitsamiki ma'lumotlar bilan tanishtiruvchi har doimgidek Muhammad Ali. Men sizlarga bugun uyimdagi gipiastrumlarim ochildi. Shular haqida sizlarga qisqacha video obzor qilib tushuntiraman. Undan oldin mana ham tigi lolalarimiz ham, soldat lolalarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib, nima desam ekan, go'zal bo'lib qaranglar, o'sib turibdi, g'o'nchalab tayyor bo'lib turibdi bular. Bular partiya qilib ekilgan-da, shuning uchun mana bunisi birinchi ekilgan, mana bunisi oxirgi ekilgan, mana boshida ekilgan. Shuning uchun hammasi payetap chiroyli bo'lib o'sib bormoqda. Chiroyli bo'lib. Qaranglar mana. Kapalak gullarimiz ham ochilib yotibdi, juda ham chiroyli bo'lib. Qaranglar. Mana o'zimizdan har yil qo'limizdagi lolalar ham chiroyli bo'lib o'sib, yam-yashil bo'lib turibdi. Mana qaranglar. Atirgullarimiz ham juda ham chiroyli. Baylarimiz chiqazib, nima bo'lib turibdi, yam-yashil bo'lib qaranglar. Bugun bizda cho'ta havo ancha salqin. Bizda Toshkentda Chorsidan men yanishib ketdim. Toshkentda ancha kunlar cho'ta salqin bo'lib qoldi. Nimagadir? Kunlarimiz juda ham isib, yaxshi bo'lib qoldi. Cho'ta bugun obeddan keyin havo aynib, sovuq bo'lib, osmonda ozgina bulutlar ham bor. Mana bitta lolalarimizdan qaranglar, mana g'o'nchalab chiroyli bo'lib yotibdi. Mana bitta giatsentimiz, rozovisi. Juda ham chiroyli bo'lib, flokslarimiz ham ancha katta bo'lib qoldi. Mana primulalarimiz juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Qaranglar, hurmatli obunachilar. Mana bodroq bo'lib gullab yotibdi. Bularning ichi to'la g'o'ncha. Hamlari g'o'nchalari ko'ryapsizlarmi? Mana margaritga bo'ladi. Mana chiqib ketganlar margaritga. Mana kali. Oq kali juda ham chiroyli bo'ladi deganmi? Sorti. Mana bitta anuvani kuni chiroyli bo'lib yotgan atirgullarimizni bozorga olib tushdik, obunachilar olib ketib qolishdi. Xudo xolasa yana olib tushamiz. Men sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bitta liliyanikimiz bor. Qaranglar. Bu ham liliyaga o'xshaydi, xuddi gullari. Bu yozim bilan ochiladi. Mana liliyaniklarimiz ham juda ham chiroyli bo'lib, bir qarich bo'lib o'sib yotibdi. Bugun Chesla 2026-yil 27-fevral kuni olinayotgan video. Mana bitta anaqamiz bor. Bu kalakonchik ham deyiladi, qo'ng'iroq gul ham deyiladi. Bu juda ham chiroyli bo'lib ochiladi, nafis bo'lib. Mana bitta boshqacha rangi. Meni o'zimda uchqur rangi bor buni. Bu rosa joni baqatda, o'zini urug'idan to'kilib chiqib yotaveradi. Rosa chiroyli bo'lib, menda siyoh rangi bor, oqi bor, rozovisi bor. Atak buning ranglari juda ham ko'p. Hurmatli obunachilar, mana bitta atirgullarimiz, ko'ryapsizlar? Mana bitta miyatalarimiz chiqib yotibdi. Maxitoga ishlatiladigan. Mana bitta limonimiz bor, bir tup. Buni men o'zim urug'idan chiqazib katta qilganman. Juda ham chiroyli. Mana lolalarni sizlarga yaqinroqdan olib kelib ko'rsatsam, mana lolalarimiz soldat bo'lib chiqib yotibdi. Juda ham chiroyli. Bular sotuvga почти tayyor bo'lib qoldi. Mana bitta mana o'sha eshon bo'yidan olgan anaqamiz, o'rik daraxtimiz, aprikos seydimi, bir narsa degan sorti, juda ham mana bu yil Xudo xolasa nishona soladi. Juda ham chiroyli bo'lib, mana hali g'o'nchalari ko'p, buni ochilmagan. Gullash anaqa qilyapti, davom etyapti. Mana qaranglar, juda ham chiroyli-da. Baribir bahor boshqacha-da. Mana yerlarimizda o'tda, mana bular hammasi lola-da. Mana bitta mana ochiladiganlari. Mana ichkaridan g'o'nchasi chiqib yotdi. Bu mesin lola. Mana bitta natsis ochilib yotdi. Mana bitta xrizantemalar. Mana bitta lilalarimiz yam-yashil bo'lib chiqib yotibdi. Qaranglar. Bular bizni ko'paytirishga qilib qo'yganimiz. Mana shu o'zida talay lila bor-da. Mana bular gul beradigan lilalar. Bularni hali ochilgan gullarni ko'rsatsam, xudo xolasa mana mamlari
mayda bo'lib chiqib yotganlar, bular bolalari, detkalari. Bular ham kuzgacha xudo xolisa boqamiz, juda ham chiroyli bo'lib, piyozlari katta-katta bo'ladi. Bularni ham chiroyli bo'lib o'sib yotadi. Keyin yana nima ko'rsatmoqchi edim? Mana anaqa daraxtimiz ham bu turetskiy izgirit ham deyiladi, brisklet ham deyiladi. Mana qaranglar, uyg'onib chiroyli bo'lib yotibdi. Bu yer rosa shoxlabdi. Mana qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib o'sib yotibdi. Mana miyatalarimiz ham. Qaranglar. Juda ham mana hidi zo'rda. Yengil hidi. Mana gollandskiy nasisimiz bor, mahroviy. Bular ham ochilsa, xudo xolisa ko'rishsam ham. Bunchalar chiroyli bo'lib yotibdi. Piyollarimiz uyg'ongan, yerdagi piyollarimiz. Mana, bular piyon mana. Ancha chiqib qoldi, katta-katta bo'lib. Anaqa hurmatli obunachilar, bizga piyollar yetib kelgan. Men sizlarga uzr video qilib qo'yib joylab ko'rsatmadim. Bozorimizda sotuvda piyollarimiz bor. Faqat oq rangi yo'q. Bardoviy haylakimiz bor. Kremoviy bor. Qizili bor. Rozoviysi bor. 4 xil sveti kelgan. Ular ham juda ham chiroyli bo'lib ochiladi, xudo xolisa. Ular ham toza piyollar. Qaraylik, gipasrumlarimizni hozir ichkaridan ham ko'rsataman. Juda ham chiroyli bo'lib ochilib yotibdi. Mana gipasrumlarimiz juda ham chiroyli bo'lib ochilyapti. Mana obunachilar. Qaranglar. Gullari juda ham chiroyli. Qo'nchalarini qaranglar. Bulari qizil, hardan birinchi bo'lib qizil ochiladi. Mamlari oq. Oq piyosrisi. Oq piyosrisi. Men sizlarga hozir bittasini olib ko'rsataman. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli. Uji bular sotuvga tayyor. Narxi 70 mingdan. Qaranglar. Bemalol buyurtma qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerim 99 815 2350. Ismim Muhammadali. Mana mamlari past bo'lib turganlari bular oq piyosrisi. Ko'ryapsizlar? Bularning ham ikkitadan anaqasi bor, strelkasi mana. Ikkitadan strelkasi bor. Mana mamladan ham chiqyapti strelkasi. Mana mamlarda bor strelkasi. Bular mana hammasi bugun ro'parasi 42-kuni gipasrumga ekkanman. Hammasi mana har xil paytda ochilyapti-da. O'zi mana bardovisi 45 kun ichida ochiladi deb kitobda ham yozilgan. 40-45 kun ichida gulga kiriladi deb. Mana hammasi baravar ekilgan. Baravar suv beriladi. Biz suv beramiz faqat, boshqa udobreniylar berilmaydi. Faqat suv beriladi. Mana o'shanda ham mana bir xillari balandroq, bir xillari pastroq. Bir xil obunachilarimiz ham meniki o'smayapti, meniki nima bo'lmayapti, dori berishim kerak, vitamin berishim kerakmi deb so'rashyapti. Yo'q, bularga hech qanaqa dori, vitamin, udobreniylar kerak emas. Shu universalniy veganskiy qilsanglar bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli bo'lib, xonadoniylarni ko'rkiga ko'rk qo'shib, fayzli, o'zi xonadoniylar bilaman fayzli, yanada ham fayziga fayz qo'shadigan. Mana shunaqa gullarimiz yetildi. Bemalol aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Chiroyli bo'lib, ochilib, xonadoniylarni fayziga fayz qo'shib turadi. Xohlasa. Mana sizlarga mana shu video obzor qilib shunlarni tushuntirib bermoqchi edim. Necha kun bo'ldi video qo'ymaganimga ko'pchilik nimaga Muhammadali video qo'ymayapsiz deb menga telefon qilishyapti. Endi nima desam ekan, ham sotuvdaman, sotuvchilikda bir o'zimman, pochtaga o'zimman, mol olib kelishga o'zimman-da, hammasiga usfet qila olmayman. Imkon qadar sizlarga yaxshi sifatli bo'lgan videolarni chiqarib berishga harakat qilaman, hurmatli obunachilar. Kommentariyalarda juda ham chiroyli izohlar qoldiryapsizlar, o'qib xursandman. Keyin bizani auditoriyamizni kuchaytirishimiz kerak, hurmatli obunachilar. Imkon qadar tanishlaringizga, yaqin birodarlaringizga
mana shunaqa gulsevarlarga tarqatib qo'ysanglar, bizning auditoriyamiz kuchaysa, men sizlarga xudo xolisa hali oldinda bahor juda ham chiroyli bo'lgan mahsulotlarni sizlarga ko'rsatib, xudo xolisa men sizlarga yetkazib berishga imkon qadar harakat qilaman. Hali ham pochtamizda bor. 12 ta viloyat bo'yicha imo pochta bilan dostavka qilib chiqazib beramiz. Hurmatli obunachilar, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Narsalarimiz bor hali ham. Lolalarimiz ozgina qoldi. Uspet qilib olib olasizlar degan umiddaman. Gipiastrumlarimiz bor. Hali ham piyollarimiz yetib kelgan. Gladioluslarimiz, kanna shoygullarimiz, gipiastrumlarimiz bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Toshkent shahar Chorsugullari sizlar bilan muhomadali bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ramazon oylarini yaxshi nastroyeniyalarda, yaxshi kayfiyatlarda o'tkazishingizni so'rayman. Bu Ramazon oyi biz uchun bir oygina mehmon. Bir oygina yaxshi kunlar o'zi ko'p bo'lmaydi bilsanglar. Yaxshi kunlar kam bo'ladi. Intizorlik bilan yaxshi insonlar shu kunlarni kutadi-da. Ko'rasizlar? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor telefon nomerimni eslatib o'taman. 99 815 2350. Ismim Muhammadali. Telefon qilsanglar, shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. Telefon qilaverasizlar bemalol soat 9 dan kech payti soat 8 gacha. Mana shu nomerda Telegram kanallarimiz ham bor. Bemalol gruppamizga qo'shilib olib turib, fikr almashsanglar bo'ladi. Bemalol Facebooklarimiz ham bor. Mana shu nomerimda bemalol yozsanglar bo'ladi. Qaysi biri sizlarga udobniy bo'ladigan bo'lsa, qulay bo'ladigan bo'lsa, sizlarga o'sha narsalarni yaratib qo'yganmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Charchamanglar. Ramazonlarni yaxshi o'tkazib olinglar.